Assalomu alaykum akalar. Ana bu sharsharani qaranglar. Sharshara nima deyapti? Hozir mana shuni yoniga borib video qilib berishga harakat qilaman, xudo xolasa. Ana bu sharsharalar qaranglar, akalar. Manzara juda netchi. Dachamizni oldidan shunaqa joy borligini mana endi bilibmiz. Akalar, shunaqa manzarali joylarda rosa charchoq chiqadi-da. Atmosferani bombaligini qaranglar. Mana shu keyingi videoda mana shu ko'prikdan pastda bitta obzor qilib beraman. Bu joyimiz Tog'shop bodasini yonidan, Tog'shop bodasi choyxonasidan o'ngga kirganda lokatsiyasini hozir nimaga joylab qo'yaman. Joyni qaranglar.